Iqtibosimiz Karl Jungdan. Atomic Habits kitobida keladi bu iqtibos o'zi. Ong ostinidagi narsani ongli qilmaguningcha u seni hayotingni boshqaradi va sen buni taqdir deb nomlaysan. O'ylab qarasangiz, chuqur iqtibos. Ya'ni hayotimizni boshqaradigan narsalarni ko'pini biz bilmaymiz nimaligini. Kayfiyatimiz bo'lmaydi, natijada bitta odamga qo'pollik qilib qo'yamiz, natijada u bilan urushib qolamiz va ketib qoladi yonimizdan u. Endi taqdir ekanda ketib qoldi yonimizdan deymiz. Biz xo'mraydik, kayfiyatimiz yo'q edi-ku. O'tirib, nega kayfiyatimiz yo'qligini analiz qilmasak, mana shu bizni oldimizdan ketib qolgan odamlarni taqdir ekan deb yuramiz. Yoki bizni qo'rquvimiz bor. Odamlarni kamchiligini yuziga yeta olmaymiz. U qo'rquv, ichki qo'rquv. Va eta olmaganimiz uchun u bizni yaqin do'st deb bilmaydi. Yana u do'stimiz bizdan xafa bo'ladi. "Men yaqin olmayapsan, kamchiliklarimni aytmayapsan" deydi. Keyin biz aytamizki, "Taqdir ekan" deymiz. Yo'q. Biz o'zimizdagi narsani bilmayapmiz. Ya'ni iqtibosdan ma'no nima desa, o'zingizni tanishingiz kerak. O'zingizni kimligingizni bilishingiz kerak. Kamchiliklarimizni bilishimiz kerak. Kuchli taraflarimizni bilishimiz kerak, odatlarimizni bilishimiz kerak, kuzatishimiz kerak. Men bir marta o'zimni kameradan kuzatib qolganman. Yurishimni, gapirishimni, turishimni, odamlarga qilayotgan muomalamni. Agar shu bola begona bo'lganda shapaloq tortib yuborardim degan xayol kelgan. 2018-yilda endi ko'rib qolganman-da kamerada. Hozir endi videoga ko'p chiqmayman. Bu payt videoga chiqmasdim deyarli. Va o'sha kuzatuv kamerasi edi. O'zimizni to'g'risi bilmaymiz-da, qanchalik nimalarimiz bor. Qanaqa tutamiz o'zimizni. O'shanga balki ba'zan shu diktofonga yozib, gapirib eshitib, shu kamerada ko'rib yoki qilgan ishlarimizni qog'ozga tushirib, yozib, ong ostidagi odat bilan qilib tashlaydigan narsalarimizni ustiga chiqarishsak, mana shunaqa ekanman deb bilamiz. Va uni to'g'rilash imkoni bo'ladi. Men jahldorman, xarakterim shunaqa deymiz, lekin ko'lasak balki u jahlga boshqa sabab bordir. Jahldor inson emasdirmiz biz. Dangasaman, men dangasaman deb o'zimizga tamg'o qo'yamiz. Balki dangasa emasdirmiz. Shuki bu qilgimiz kelmayotgan ish bo'lgani uchun qilgimiz, ya'ni qiziqqan ishimizni zo'r qilarmiz balki. O'shanga buni taqdir, masha ekan deb yuramiz. Ichimiz bizni boshqaradigan odatlarni bilmaymiz. Telefon bilan uxlaysiz, yotasiz, xonangizga, spalningizga telefon olib kirib ketasiz. Men ham olib kirib ketamiz. Shuni natijasida kech uxlaymiz. Lekin men kech uxlamayman, chunki kitob o'qiyman. Instagram boshqa narsa emas. Olib kirib ketamizda odat bo'lib qolgan bo'ladi. Narsalar ko'ramiz, natijada kech bo'lib ketadi. Kech bo'lib ketgandan keyin kech turamiz. Endi nima hech narsaga ulgurmayapman deymiz keyin. Mana shu kechqurun xonamizga telefonni olib kirib ketish odati bizni boshqarayotgan bo'ladi. Ulgurmasligimizga sabab bo'layotgan bo'ladi. Shuning uchun o'tirib bitta ish qilib bo'lganimizdan keyin mana shu savolni berish kerak. Psixolog, filosof Marxovskiy aytgan edi. Mark Avreliy ham aytgan edi. Turib odam o'ziga mana shu savol berib turish kerak. Desa, shu hozir bir bo'lmag'ir ish bilan shug'ullanmayotganmikinman? Turib berib qo'yish kerak odam o'ziga shu savol bir. Ruschasida zo'r eshitiladi. Aytmayman lekin. O'zingizga aytaman. Kamerada shunaqa bo'lmag'ir narsa bilan bekorchi maynochilik bilan shug'ullanmayotganmikinman deb berib turish kerak shu savolni odam o'ziga o'zi. Mark Avreliyda birinchi marta ko'rdim, keyin Marxovskiyda ham ko'rdim.
o'sha shu narsani qilmasak, odatlarimiz boshqarib qo'yadi bizani. O'zingiz yaxshimisilar, ancha bo'lib ketdi ko'rishmaganimizga. Izohlarda bir nimalar yozib qo'yinglar, o'qib chiqaylik. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Yana qilamizmi iqtibos? Yaxshi ketyaptim. Shuni ham yozib qo'ysanglar. Xolos davom ettiramiz. Bugun sekin gapirganimga e'tibor bermaysizlar. Charchaganmiz, ozgina shamollaganimizga endi. O'tib ketadi, xudo xolis. Xayr.